Diqqat, aholiga tezkor xabar. 2026-yilgi Ramazon 29 kun davom etadimi? Ramazon hayitining sanasi e'lon qilindi. Barcha fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekistonda va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. Ramazon hayiti sanasi e'lon qilindi. Unga ko'ra 2026-yildagi Ramazon hayiti sanasi 20-mart juma kuniga to'g'ri keladi va respublikamiz bo'ylab 2000 ga yaqin masjidlarda hayit namozi o'qiladi. Bu haqida Samarqandda o'tkazilgan Turkiy davlatlar tashkiloti fatvo kengashiga asoslanib, Ramazon hayiti 20-mart sanasiga to'g'ri kelishi ma'lum qilingan. O'zbekiston musulmonlar idorasi ham ushbu kengashga a'zo. Agar hayit ayyomi O'zbekistonda ham 20-mart kuniga to'g'ri kelsa, bu yilgi Ramazon oyi ham 29 kunda yakunlanishi mumkin, deyiladi xabarda.